Nigorani ham tipajini tahlil qilib, normal stil qilib bering deb yozgan podpischiklarim juda ko'p bo'ldi. Nigoraning yuzida aylana va keng liniyalarni, tanasida esa keng suyaklarni ko'rishimiz mumkin. Bularning hammasi natural tipajdan. Bu tipajni tabiiy go'zalligi detski kiyimlar, vulgar kiyimlar yoki super nejni kiyimlarda ochilmaydi. Demak, bu qizga mimishka kiyimlar o'rniga biroz tashlab turadigan amazonka stildagi kiyimlar, kalta kiyim o'rniga uzun, ortiqcha detallarsiz elegant kiyim va pikmi ko'ylakdan ko'ra boho stildagi ko'ylaklar ideal yarashadi. Soch turmagiga esa hech qanday e'tiroz yo'q. Faqatgina yuz xususiyatlariga moslab lokonlarni mayda emas, kattaroq qilishini tavsiya qilgan bo'lardim. Nigoraga bir tipaj tahlil olishini tavsiya qilaman. Unda o'zi uchun maxsus qo'llanma yaratiladi va qanday kiyimlar mos va mos emasligi, makiyaj, mato turlari soch turmagigacha kiritiladi. Siz ham kiyimlaringizda o'zingizni noqulay his qilayotgan bo'lsangiz, demak tabiiy go'zalligingizga nima mos kelishini bilmayapsiz. Bunga tipaj tahlil yechim bo'la oladi. Tipaj tahlil olish uchun direktga tahlil deb yozib qoldiring. I'm leaving clues in the fit and room and it's hot.